ma'rifat chiroqlari. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Ma'rifat istagan ko'ngillarga ma'naviy suhbatlar zavqini tilab, Qur'oni Karim oyatlari va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hadislarida ayollar mavzusida kelgan hukmlar turkumidan berib borayotgan navbatdagi ilm darsini sizga yetkazmoq ilinji bilan bugungi eshittirishimizni boshlaymiz. Qadrli muxlislar va muhtarama opa-singillar, Qur'oni Karim qissalari asosida e'tiboringizga havola qilib kelayotgan mavzularimizning har biri garchi o'tgan qadim davrlarning hikoyasi bo'lsa-da, ularning bugungi kun uchun ham katta ahamiyati mavjudligini unutmasligimiz darkor. Zero ularning har birida axloqni kamolga yetkazish, yomonliklardan tiyilib, ezguliklar sari qadam tashlashning muhimligi targ'ib qilinadi. Ushbu xayrli maqsadimiz yo'lida bizga yaqindan yordam berib, o'z ilmlarini barchamizga yetkazib kelayotgan olima, islom ilmlari mutaxassisi Odinaxon Muhammad Sodiq bugun ham navbatdagi Qur'oniy qissa tafsirotlari bilan dasturimizda ishtirok etish uchun tashrif buyurganlar. Odinaxon, xush kelibsiz. Bismillahirrohmanirrohim. Aziz kitobini insonlar uchun saodat mayog'i qilib nozil qilgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Qur'on ta'limotini sharaf bilan ummatlarga yetkazgan Rasuli akram sallallohu alayhi va sallamga salatu va durudlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'tgan suhbatlarimizda tinglovchilarimizga ham eslatib o'tamiz. Muso alayhissalom qissasi bayon etib kelinayotgan edi. Demak, bugungi eshittirishimizda voqealar davomidan boxabar bo'lamiz. Muso alayhissalom o'z shahridan chiqib, ya'ni Fir'avn zulmidan qochib, Madyan shahri tomon yuzlangan edilar. Ularni bu yerda kutib turgan voqealar va albatta ularning hayotida uchraydigan navbatdagi ayollar kimlar ekani haqidagi suhbatimizni boshlasak. Marhamat. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Madyan suviga yetib kelgach, bir to'p odamlarning hayvonlarini sug'orayotganini ko'rdi va ulardan boshqa qo'ylarini suvdan qaytarayotgan ikki ayolni ko'rdi. U sizlarga ne bo'ldi dedi. Ular cho'ponlar qaytmagunlaricha sug'ora olmaymiz, otamiz esa qari chol dedilar. Tushkunlikka tushib, mahzunlikda, charchagan, toygan, qo'rquvda qolgan, hech bir kuch-quvvat qolmagan, och bo'lgan Muso alayhissalom haligi suvga kelib qarab tursalar, odamlar olib kelib hayvonini suvdan sug'orar ekan. Ko'pchilik kelib sug'orib turibdi, ko'zlariga ikki ayol ko'rindi. Ular esa qisinib qimtinib bir chetda turishibdi ekan. Haligi nochor holatda turgan ayollarni ko'rib, yonlariga borib hol so'radilar. Nima bo'ldiki, siz ikkovingiz bir chetda turibsizda, boshqalar chorvadagi hayvonlarga olib kelib sug'orishyapti. Sizlarning hayvonlaringiz ularniki bilan birga bormayapti degan ma'noda so'radilar. Ular uzrlarini aytdilar. Birinchi o'rinda ikkovlari ayol kishi edi. U sug'orayotganlarning hammasi deyarli erkak kishilar edi. Ko'pchilik bo'lganda sug'ora olmaymiz. Otamiz turib biz sug'orayotganimizni ma'nosi shuki, otamiz yoshi katta bo'lib qolgan odam, bunga kuchi yetmaydi. Shunga biz majbur bo'ldik deb uyalib, tortinib, o'zlarini uzrlarini aytishyapti. Mana shu holatda biz o'zimizga ko'p xulosa chiqarib olsak bo'ladi. Birinchi o'rinda erkak kishini garchi nomahram bo'lsa-da ayollarga munosabati. Payg'ambardek zot ikkita ojiz turgan ayollar
ayollarga e'tibor ko'rsatyaptilar. O'zlari qochig'ida bo'lsalar, xavfda bo'lsalar, musofir bo'lib boshqa bir begona yurtlarga kelgan bo'lsalarda, horg'in holatda, och holatda turgan bo'lsalarda e'tibor qilib razm solib insonlarni kuzatdilar va ularning ichida tortinib turgan, xijolat bo'lgan, zaif ayollarga ko'zlari tushgandan keyin beparvo tashlab ketmadilar. Ko'pincha insonlar shar'iy ahkomlarni ham, umumiy qoidalarni ham bir tomonlama tushunib, begona ayol bo'lganda umuman u tomonga qarab bo'lmaydi, e'tibor bermaslik kerak, gapirmaslik kerak, ayol kishini vujudini ko'rganda orqaga qaramay qochish kerak degan bir tomonlama tushunchalarga ham ega bo'ladilar. Yoki bo'lmasam ayol kishini muhtoj bo'lib turganini suiiste'mol qilib, ularga yordam berish maqsadida niqobni kiyib olib, boshqa ishlarga ham o'tib ketadigan erkaklar ham bor. Mana shu yerda mo'tadillikni, insoniylikni islom shariati bizga ko'rsatib beradi. Payg'ambarlardan biz saboq olamiz. Demak, Musa alayhissalom u toifa ham, bu toifa ham bo'lmadilar, balki erkaklarga eng to'g'ri yo'lni ko'rsatib beryaptilar. Mutlaqo bularga qaramaslik kerak, shaytondan qochgandek qochish kerak deganlari yo'q. Boshqa bir ummatlarga, boshqa bir diyonat egalariga o'xshab, balki shu holatda turishgan ekan, bularni ehtiyoji bo'ladi. Insoniylik jihatidan erkak kishi oliyjanobligini ko'rsatgan holatda bularga men yordamimni ko'rsatay dedilar. Garchi o'zlari achinarli holatda turgan bo'lsalar ham. Yoki bo'lmasam ana shu ayollarga borganda boshqa maqsadda o'zlarini bir xoya havaslari, yomon maqsadlari yoki umuman biror bir maqsadlari yuzasidan ularga hech murojaat qilganlari yo'q. Borib hol ahvol so'radilar. Demak, bu mumkin ekan. Ko'zini tiygan holatda, shariatda turgan holatda biror bir ayol mushkul narsani ustida turgan bo'lsa, oliyjanob musulmon erkak, mo'min odamning ishi xuddi mana shunday bo'ladi. Borib ulardan hol so'radilar. Nima ehtiyojingiz bor? Nima bo'ldi? Nega bunday holatda turibsiz? Ular ham odob bilan, hayo bilan o'z o'rnida yetarli javobni, kifoya bo'ladigan javobni aytdilar va o'zlarini xijolat ekanliklarini bildirdilar. Xijolat ekanliklarini biz nimadan tushunamiz? Otalarning uzrini aytishdan tushunamiz. Demak, otamiz yosh katta, bu yerga kelib bizga o'xshab tura olmaydi, kuchi yetmaydi, quvvati yetmaydi. Shuning uchun mana shu hayvonlarimizni sug'orishga o'zimiz olib kelgandik. Olib kelishga olib keldik-ku, erkaklarning orasiga aralashib, talashib tortishib birga kira olmaganimiz uchun, hayo qilganimiz, ayol bo'lganimiz, odobda, axloqda bo'lganimiz uchun kutib turibmiz navbatni. Qachonki ular sug'or bo'lib ketishadigan bo'lsa, keyin biz borib sug'ortiramiz degan gapni aytishdi. Umumjamoat joylarida erkak va ayollarning o'zlarini qanday tutishlari lozimligi haqida juda ibratli bir hodisa haqida gapirdingiz. Payg'ambarlar hayotidagi har bir holat butun insoniyat uchun ibrat darsi ekani mana shu voqeadan ham ma'lum. Odinaxon, ushbu voqeada ayollarga ibrat qilib ko'rsatiladigan jihatlarga ham alohida to'xtalib o'tsangiz. Bunda ayollarga ham ibrat bor. Bir erkak iltifot ko'rsatadigan, oliyjanoblik qiladigan bo'lsa, buni suiiste'mol qilmasdan, adob axloqlardan chiqmasdan, boshqacha bir ma'nolarda tushunib olmasdan, shaytonga eshiklarni ochib qo'ymasdan, ibo bilan kerakli javobni qilib, uzrlarini bildirib, o'zlarini ojiz ekanliklarini ko'rsatib turishlari kerak. Keling, qissani davomiga qaraylik. Endi nima bo'ldi? Fasaqalahuma summa tawalla ila az-zilli faqala robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. U ikkovlariga hayvonlarni sug'orib berdi, so'ngra soyaga qaytdi va Robbim albatta menga nozil qilajaging har bir yaxshilikka muhtojman dedi. Shu ahvolda bo'lsalar ham ayolni gapidan darrov tushundilar, ortiqcha bir gapni ham aytmadilar, ortiqcha ishni ham qilmadilar. Shundoq hayvonlarni haydab olib borib, sug'orib, ko'pchilikning orasiga kirib maqsadni hosil qildilar. Mana shu ko'rinishda ulamolarimiz Musa alayhissalom nihoyatda quvvatli, baquvvat inson bo'lganlarini ta'kidlashadi. Hattoki ba'zilar o'sha sug'orilayotgan quduqni ustida tosh bo'lib, uni 10 kishi ko'tara olardi. Musa bitta o'zlari eplaganlar degan gaplarni gapirganlar, lekin ulamolar bu gap oyatdagi gaplarga to'g'ri kelmasligini isbotlab, nima bo'lganda ham uzoq yo'ldan kelgan charchoq holida turgan odam hayvonlarni tezda bunday qilib sug'orib berishi katta kuchni, quvvatni talab qilishini aytib, Musa alayhissalomni kuchli zot ekanliklarini ta'kidlashgan. Mana sug'orib bo'lgandan keyin yana Alloh taologa yuzlanyaptilar. Keldim, shu holatdaman. Mana ayol kishilar kelib xitob qildi. Bu yerda chorvalar boqilyapti. Bundan keyin men nima qilaman? Menga nozil qiladigan xayrlaringga men muhtojman. Endi o'zing qo'llagin, endi o'zing quvvatlagin. O'sha paytda charchoqlarni his qilganlar, oilalari uzoq ekanini his qilganlar, inoyatga, dam olishga, qorin to'ydirishga ehtiyoj bo'lgan ehtiyojlarni his qilganlarda Allohga murojaat qilganlar. Alloh subhanahu va taolo o'zini yo'lida qadam bosib, yurtini tark qilib boshqa yurtga chiqqanlarni hargiz yordamsiz qoldirmaydi.
buni o'zini oyatlarda ham aytib va'dasini bergan. Kim Allohning yo'lida hijratda bo'ladigan bo'lsa, kengchilik, mo'nchilik, borgan joyda osonchilik qilishini va'dasini bergan va mana shu va'dasini ham Muso alayhissalomga nisbatan amalga oshirdi. Muso alayhissalom butkul begona joyda, notanish kimsalar shahrida yolg'iz va horib charchagan holda edilar va ishonganlari yolg'iz Robbisi, suyangani esa tinimsiz u zotga duo bilan yuzlanib turishlari bo'ldi. Shu o'rinda Muso alayhissalomning duolariga alohida to'xtalsak, ya'ni ularning duolari ajib voqealar, hikmatlar bilan ijobat bo'la boshladi va haqiqatdan ham o'zlari so'ragan najotga erishdilar. Demak, duoning to'g'ri qilinishi uning ijobati uchun katta ahamiyatga ega. Buni qissani qolgan davomida bilib olamiz. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqayta lana falamma ja'ahu wa qassa alayhi al-qasasa qala la takhaf najawta min al-qawmi az-zalimin. Ikkovidan biri hayo bilan yurib kelib, otam senga bizlarga sug'or berganing haqqini berish uchun chaqirmoqda dedi. Unga kelib qissani aytib berganida qo'rqma, zolim qavmlardan najot topding dedi. Mana shu oyatda ham ko'pgina ibrat bo'ladigan jihatlari bor. Haligi iltijoni qilganlardan keyin qarang, ikki ayolga yordam berdilar-ku, lekin biror bir narsani ta'ma qilganlari yo'q. Ta'ma qilmaganliklarini dalolati shuki, ular ketishi bilan Allohga juda ham muhtojliklarini iltijo qilib aytganlardan bilib olsak bo'ladi. Biror bir narsaga erishgan bo'lganlarida bu iltijoni bu darajada tezda qilmagan bo'lardilar. Hech qancha vaqt o'tmasdan ana shu soyada o'tirgan holatlarda haligi ikkov qizni biri hayo bilan yurib kelib qoldi huzurlariga. Uni otasi jo'natgandi. Mana shu hayo bilan kelishi biz ayollarga katta ibrat bo'ladigan holatdir. Alastihyain bu yerda lug'at ulamolari, ya'ni til olimlari ta'kidlab aytishadi, istihya so'zi hayo so'zidan ham ma'nosi kattaroq. Hayo shu hayo qilish. Lekin istihyo bo'lganda hayoni talab qilib, o'sha hayo uchun harakat qilish ma'nosini bildiradi. Endi bu istihya noaniq so'z bo'lib kelyapti. Arab tilida aniq va noaniqlik bor. Al qo'shimchasi qo'shilsa aniq bo'ladi, lekin alsiz bo'ladigan bo'lsa noaniq bo'ladi. Noaniq narsaning ma'nolaridan biri o'sha narsani ulug' ekanligiga dalolat, katta ekanligiga dalolat. Masalan, jannatda bir ne'mat bor deb turib, ne'matni aniq qilib aytiladigan bo'lsa, anhor misol aytiladigan bo'lsa, bu zehnimizda, tasavvurimizda bor bo'ladi-da, ha shu narsa ekan deymiz, chegaralanamiz. Lekin ne'mat bor deb turib, u ne'matni nimaligini aytilmaydigan bo'lsa, jannatda juda tengsiz ulug' ne'mat bizni kutayotganini, nimaligini bila olmaganimiz uchun, tasavvurimizga sig'dira olmaganimiz uchun, ha u juda ham ajoyib narsa bo'ladi degan fikr tug'iladi. Bu yerdagi hayo so'zi ham shu. Shunday bir hayoki, u hayoni chegaralab, aniqlab berib bo'lmaydi. Nihoyatda katta bir holat degan ma'noni ulamolarimiz aytishgan. Bu ikkinchi bo'lsa, uchinchi ta'kidlanadigani alastihya. Ala degani hayo ustida keldi. Ya'ni hayo bilan emas, butun hayo uni qamrab olgandi. Hayoni ichida edi butkul degan ma'noni bildiradi. Mana shu hayoni cho'qqisi va ayol kishini mana shunaqa hayoda kelishi bu unga nisbatan Qur'oni Karimda madhdir. Va Muso alayhissalomdek payg'ambar bilan bu hodisa bo'lishi madh ustiga yana bir madhdir. Ana shu hayoda kelib, sekin odob bilan Muso alayhissalomga bildiryaptiki, biz bordik, darrov otamizga sen qilgan ishni aytdik. Bular hammasi mana yaxshilik. Bir insonni uchrab qolganda bekitmasdan, uni boshqacha tushunadi demasdan bor bo'lgan narsani otasiga borib aytayapti ikkita qiz. Ana shu borib aytishgandagi bu gapni eshitgan inson ham yordam bergan odamni yaxshiligini darrov payqaganlar va darrov kechiktirmasdan, u musofir bo'lib kelgan bo'lsa, sizlar uni oldin ko'rmagan bo'lsanglar, boshqa yerdan keldi deb aytyapsizlar, musofir bo'lsa, u ham o'zini ehtiyoji bor bo'ladi. Bizga yordam berdimi? Bizga yordam bermasa ham musofir o'laroq uni ikrom qilishimiz kerak edi. Uni ustiga u sizlarga yordam qildi, darrov chaqiringlar, biz ham uni ikrom qilaylik. Ya'ni haqqini beraylik degani bu yerda to'lov, xizmatini haqqi emas, unga mukofot, ya'niki ikrom qilish, yaxshilikni yaxshilik bilan qaytarish degan ma'noda qizini yuborib chaqirib kel dedi. Qizini yuborishdan ham bu insonni yaxshiligiga ishongani uchun yuborgan, bo'lmasa bir begona insonni oldiga qizini yubormagan bo'lar edi. Odinaxon, Muso alayhissalomning aynan o'sha qizlarga duch kelishi, ularga yaxshilik qilishi va qizlarning otalari tomonidan chorlanganida o'sha keksa otaning Muso alayhissalom boshdan kechirganlarini eshitgandan so'ng
qo'rqma, zolim qavmlardan najot topding deyishlari bu otaning ham o'sha davrning bir ulug' kishisi bo'lganidan xabar beradi. Ba'zi manbalarda qizlarning otasi haqida ham turli ixtilofli fikrlar uchraydi. Bu haqda Qur'oni Karimda biror ma'lumot bormi? Endi mana shu qizlarning otasi bo'yicha ham mufassir ulamolar, boshqa ulamolar biroz bahs munozara qilishgan. Kim bu? Ba'zilar Shuayb alayhissalom deyishgan, Madyandan chiqqanlari uchun. Shuayb alayhissalom Ibrohim alayhissalomga davrlari yaqin bo'lganini, Ibrohim alayhissalom bilan Muso alayhissalomning oralarida 400 yildan oshiq muddat bo'lgani uchun yo'q, bu bo'lishi mumkin emas. Shuayb alayhissalomning davrlari ancha avval o'tgan, Muso alayhissalom keyinroq kelganlar deb buni inkor qilishgan. Va xulosa qilib boshqa kishilarni ham aytib ko'rishganda bizga kim ekanligini, ismini aniq bilishimiz shart emasligidan Qur'on zikr qilmagan. Mana shu qoidaga yana qaytamiz. Agar kerak bo'lganda Qur'oni Karimda o'zi zikr kelgan bo'lardi. Demak, bir inson deyilyapti, biz uni Madyanni solih kishilardan deb qabul qilamiz va ana shu ikkita tarbiyali, go'zal, hayoli qizlarning otasidir. Xo'p, mana shu yerda haligi qiz biznikiga keling, otam chaqiryapti, sizga ajringizni, mukofotingizni bermoqchi deganda rivoyatlarda kelishicha men buni ajr uchun qilmaganman deb bosh tortadilar. Ya'ni mukofot olishni istamaydilar, lekin qiz otasini iltimosini bildirgandan keyin yo'q deya olmaydilar. Ibn Abbos roziyallohu anhuma katta mufassirlardan, ilmda dengiz bo'lgan kishilardan hisoblanadilar. Mana shu holat to'g'risida xabar berib aytadilarki, shunda u qiz uyini ko'rsatish kerak bo'lgan, mehmonni olib borish kerak bo'lgan. Muso alayhissalom aytadilarki, men ayol kishini orqasidan yurib, uni orqasiga nazar solmayman. Shuning uchun sen meni orqamdan yurgin, o'ngga, chapga deb aytib turadigan bo'lsang, men yurib ketaveraman deydilar. Va nazarlarini tiyganlarini aytiladi. Mana shu erkak va ayol nomahramlar o'rtasida bo'ladigan munosabatga katta saboqdir. Demak, boya aytganimizdek, mutlaqo bir-birini jinni ko'rgandekka yo shaytonni ko'rgandekka qochmaydi erkak ayol, lekin shariat chizib bergan chiziqda turib, nazarini tiyib, ovozini to'g'ri boshqarib, bir-biriga yaqinlashmagan holatda, bir-birini ziynatini ko'rmagan holatda, yo'ldan uradigan gaplar gapirmagan holatda ehtiyoj yuzasidan muomala qilishi, hattoki yo'lda birga yurib ketish ham joiz ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga ehtiyoji bilan, savoli bilan kelgan nomahram sahobiya ayollar bilan yo'lda yurib gaplashib ketganlari zikri kelgan. Shunga ko'ra Muso alayhissalom ham sen bilan manzilga birga boraman. Lekin shu yurib ketishimiz shariatga muvofiq bo'lsin. Men orqangdan yuradigan bo'lsam, ort tomoningga nazarim tushib qolishi mumkin. Odatda men bunaqa ishni qilmayman. Shuning uchun sen meni ortimda yurganda aytib turgin, o'ngga bo'lsa o'ngga yuraman, chapga bo'lsa chapga yuraman. Mana shu maqsadga muvofiqdir va shar'iy ko'rinishdir. Shunaqa qilib huzurlarga borishdi, otalari bilan tanishishdi. Gapni siyoqidan shu narsa ko'rinib turadi. Butun bo'lgan bu ishlarni qizlarning otasiga aytib berganlarida, endi qo'rqmagin, u zolim qavmlardan najot topding, bu yerga kelib bo'lding, inshaalloh senga biror bir kishi kelib yomonlik qilmaydi degan taskin gaplarni aytdilar. Mana shu bilan bugungi suhbatimizda to'xtab turamizda, kelgusi suhbatimizda inshaalloh bu o'rganilgan narsalardan xulosalarni, o'zimizga ibratlarni chiqarib olamiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ibratli suhbat uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. O'ylaymizki, ushbu qissalar bayoni har bir tinglovchimiz uchun ham manfaatli bo'la oladi. Qadrli muxlislar, siz Ma'rifat chiroqlari eshittirishida Odinaxon Muhammad Sodiq bilan Qur'oni Karimda ayollar masalasida kelgan oyat va hukmlar turkumidan Muso alayhissalom qissasi va ushbu qissada kelgan ayollar mavzusini tingladingiz. Suhbatni jurnalist Umida G'afforova tayyorladi va olib bordi. Rejissyor Erkin Irismatov. Navbatdagi diydor qadar siz bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling azizlar.